Alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Demak, trend graflarni sizlar bilan keyingi darsi, ya'ni 3-darsiga keldik. Bu darsda sizlar bilan biz vocabularylarni ko'rib chiqamiz trend graflar uchun. Qanaqa yana so'zlar bor, o'zda tushdidan tashqari ishlatishimiz kerak bo'lgan sizlarga structure beraman, sizlarga demak so'zlar beraman va ishlatilish qoidalari va praktiklar ham qilamiz. Demak, bu darslarda tushunishingiz kerak bo'lgan narsa, qarang, agar siz bu video darslarni 1-, 2-, 3-darsdan boshlab ko'rayotgan bo'lsangiz, bu juda ham katta xato. O'shaning uchun siz bu darslarni 1-dan boshlab ko'rishni boshlashingiz kerak. Bu bizda 3-lessonimiz. Siz buni agar 1-, 2-sini ko'rmagan bo'lsangiz, iltimos borib ko'rib chiqing. Demak, biz videoni boshladik. Hop, no change, ya'ni grafda bizda trend graflarda ba'zida o'sha o'zgarish bo'lmagan bo'ladi. O'zgarish bo'lmaslik nima degani bu? Misol uchun mana bu grafda liniya o'zgarmagan mana. Shu, ya'ni 1975-yildan 77-yilgacha bizda liniya o'zgarmagan. Bu narsani nima deysiz? Qanaqa belgilaysiz? Ya'ni structureimiz bor, subject, verb, at yozishimiz kerak, number, keyin time. Bu atga nima yozishimizni, qanaqa yozishligimizni tushuntiraman sizlarga. Xo'p, demak, the figure for agriculture, ya'ni agrikulturaga bo'lgan ko'rsatkich remained stable, ya'ni stable bo'lib qotib qoldi, ya'ni muntazam bo'lib qoldi. At, bu yerda at yozishimiz kerak. Keyin number, ya'ni number, nima number? At 80, nima uchun 80? Chunki 80 da qotib qolgan. Demak, qaysi yil davomida qotib qolgan? Between 1975 and 1977. Endi biz mana verblardan foydalangan holda, ya'ni verblardan foydalangan holda tepadagi demak so'zni o'zgartirsak bo'ladi. Misol uchun remain stable o'rniga deylik stay the same desak bo'ladi. Iltimos, hozir videoni to'xtatingda mana shu bitta gapni o'zgartirishni praktika qiling. Bu so'zlar bilan ketdi. Xo'p, bo'ldi. Demak, fe'llar bilan o'zgartirgan bo'lishingiz kerak. Javoblari mana. Demak, the figure for agriculture stayed stable at 80% between 1975 and 1977. Keyingisi stayed the same at, keyingisi maintained the same level at, keyingisi did not change at, keyingisi leveled off. Shularni hammasini ishlatsanglar bo'ladi. Keyingi structureimiz bizda no change, ya'ni bu noun, tepada verb bilan qilgan bo'lsak, endi bu noun. Bu sal boshqacharoq forma ishlatiladi. There was no change in deb yozamiz. Undan keyin subject remaining stable number time, ya'ni there was no change in the figure for agriculture remaining at 80 between 1975 and 1977. Remain stable ni mana bu yerda remain stable ni remained at ni level of at debga almashtirsangiz bo'ladi. Sinonim qilib ishlatsangiz bo'ladi. Juda ham yaxshi struktura. Demak, hozirga praktika beraman. Praktikada mana 1, 2, 3, 4 mana shu 3 ta grafni, ya'ni 3 ta liniyani qotib qolgan joylarini ko'rsatilgan. Bu yerda siz hozir qayerda qotib qolganligini topasiz. Topganingizdan keyin mana bu struktura, ya'ni demak, bu yerda nechta so'z bor? 1, 2, 3, 4, 5 va bunisi 6. Demak, 6 ta so'zga 6 ta struktura qilib o'zgartirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Har bitta o'zgarish, buni o'ziga 6 ta gap tuzing, buni o'ziga 6 ta va buni o'ziga 6 ta gap tuzing. Iloji boricha tuzishga harakat qilasiz, sizga javoblarni keyin ko'rsataman. Iltimos, videoni to'xtating mana shu yerda keyin javoblarni tekshirasiz. Demak, mana bu javoblar bizda. Hop, the price of banana in the USA remained stable at, stayed the same at, maintained the same level at, keyingisi did not change at, leveled off at, and there was no change in the price of banana in the USA remaining at. Xuddi shunaqa Fransiya bilan, xuddi shunaqa Germaniya bilan turishingiz kerak edi. Mana shu to'xtating videoni, o'qib chiqing, o'z yozgan gaplar bilan solishtirishga harakat qiling. Xo'p, biz keyingisiga davom etamiz. Keyingisi bizda fluctuationlarni tasvirlash bo'lar ekan. Fluctuation nima degani o'zi? Fluctuation bizda mana bu e'tibor beringlar. Pastga tepaga chiqdi, pastga tushdi, tepaga chiqdi, pastga tushdi, tepaga chiqdi. Mana shu o'zgarish bizda fluctuation deb atalar ekan. Tushunarli? Fluctuation deb ataladi. Ya'ni to'lqinsimon harakatlanish fluctuation deb atalar ekan.
bizda 3 xil versiyasi bor: fe'l bilan, sifat bilan va ot bilan, ya'ni noun bilan ishlatilishlar bor ekan. Ya'ni birinchi strukturamiz subject fluctuated number at time bo'lar ekan. Bu degani the figure fluctuated between 15 and 5, ya'ni 5 bilan 15 oralig'ida fluctuate qildi. Tushunarli? Misol uchun tasavvur qiling, bunaqa grafimiz bor bizni. Mana bunaqa qilib fluctuate qilgan. Eng yuqori nuqtasi 15 bo'lgan degani. Bu yerga demak 15 yozamiz. 15 yozamiz. Va eng pastga tushgan nuqtasi bo'lsa 5 bo'lgan. Ya'ni 5 yozamiz bu yerga. Bu degani demak, mana shu ikkita sonni o'rtasida to'lqinsimon harakat qildi liniya degani bu. Keyingisi to be erratic, the subject was yoki were erratic ranging number time. Ya'ni the figure was erratic ranging between 15 and 5 from 2000 to 2010 siz bo'ladi. Bu oxirgisi there was a fluctuation. Endi siz ham bo'ladi agar sifat qo'ysangiz buni oldidan qanaqadir number in subject time. Nima degani bu? There was a fluctuation between 15 and 5 in the figure 4. In the figure, ya'ni in the figure deganda ko'rsatish aytmadik hali bu yerda. In the figure, demak in the figure bizda subject bo'ladi. Keyin time from 2000 to 2010. 3 xil formula bor sizga no change ni tasvirlash uchun. Sizda mana sizga hozir ikkita vazifa, mana shu 3 ta formuladan foydalanib, har bitta mana bunga 3 ta gap tuzing va bunga ham 3 ta gap tuzing. Sizga ya'ni mana shu yerda hozir videoni to'xtatasiz. Videoni to'xtatganingizdan keyin gap tuzing iltimos. Xo'p, gap tuzib, keyin hozir javoblarni ko'rsataman. Undan keyin solishtirsangiz bo'ladi. Boshlang. Xo'p, demak bizda bu javoblari iltimos videoni to'xtatib o'qib chiqing. Men bu yerda o'qib chiqmayman, o'sha videoni tez-tez o'tib ketaveraman. Lekin siz to'xtatib o'qishga harakat qiling. Xo'p, demak, keyingisi bizda prepositionlar bor. Demak, fluctuate bilan ishlatiladigan. Fluctuated between and desangiz bo'ladi. Ya'ni boyagi gap. Bunda graf tuzadigan bo'lsak, bunda harakatlandi, to'g'rimi? Demak, tepasi 15 bo'ldi, pasti 5 bo'ldi. Endi shuni around x desak bo'ladi. X mamitdagi x emas bu. Bu mamitdagi x. Ya'ni tasavvur qiling. Xo'p, tasavvur qiling, sizda demak tepada 15, pasti 5. Shuni o'rtasi nima? O'sha o'rtasi 10 bo'ladigan bo'lsa, 10 yozasiz. Boshqa raqam bo'ladigan bo'lsa, boshqa raqam yozasiz. Around ga. Tushunarli? Keyingisi. Demak, keyingisi bizda demak adjective bilan adverblar bor ishlatsa bo'ladigan. Mild bilan mildly va wide bilan widely. Agar bizni demak o'sha fluctuate to'lqinsimon harakatlanishimiz kichkina bo'lsa, mana bunaqa bo'lsa nima bo'lar ekan? Mildly bo'lar ekan. Agar mana bundoq ketayotgan bo'lsa-chi, unda widely bo'lar ekan. Widely, ya'ni keng bo'lgan orasi yoki orasi kalta bo'lgan, kichkina bo'lgan. Unaqa katta to'lqinsimon harakatlanmagan degani bo'lar ekan. Ishlatadigan so'zlarimiz adjective, adverblar bor va ikkita o'sha prepositionlar. Demak, yodlab oling. Keyingisi bizda highest pointlar bo'lar ekan. Highest point nima degani? Demak, grafda bizda highest pointlarni aytish bor. Xo'p, demak, highest point nimaligini ko'radigan bo'lsak, grafda deylik, mana bu grafda, line grafimizda bu eng yuqori nuqta bizda ko'rasizlar. Shu eng yuqori nuqtani tasvirlash har xil yo'llari bor bizda. Demak, birinchisi to hit yoki reach the highest point of. Mana shu of dan keyin nima yozasiz? Mana subject hit yoki reach the highest point of, undan keyin number time. Mana number bizda mana nuqta. Ya'ni bu nuqta 350 mi? Demak 350 ni olishingiz kerak bo'lar ekan. The figure reached the highest point of 350 million dirhams in March bo'lar ekan. Ya'ni mart oyida 350 million dirhamga chiqqan ko'rsatkichimiz. Xo'p, keyingisi bizda keyingisi sal boshqacharoq formulamiz. Reach yoki hit, peak yoki a peak yoki a high of, ya'ni the sales hit a peak of 350 millions of dirhams in March. Gold sales reached a high of 350 million dirhams in March. Ya'ni
a high of desangiz ham bo'ladi, a peak of desangiz ham bo'ladi. Sinonimlar almashtirib bemalol ishlatsanglar bo'lar ekan. Xo'p. Demak, keyingisi bizda subject to pick at. To pick at degani demak bu fe'l qilib ishlatyapmiz bu yerda. Bu qanaqa bo'ladi? The sales, ya'ni gold sales degan subject bizda picked, ya'ni eng yuqori nuqtaga chiqdi at 315 million dirhams in March. Bunaqa yo'li ham bor ishlatilishi. Xo'p, keyingisi bizda demak mana ya'ni общий o'sha formulalarni ko'radigan bo'lsak, to hit yoki reach the highest point of yoki to hit reach a peak yoki a high of yoki to peak atlarni ishlatsanglar bo'ladi. Tushunarli? Ya'ni bizda 3 xil versiyasi bor. Eng yuqori nuqtani belgilashi. Mana bizda formulalari, iltimos to'xtatib yozib oling. Endi sizlar bilan hozir nima qilamiz? Bitta exercise qilamiz. Demak, exercise'imiz bu yerda qanaqa exercise bor bizda? E'tibor beringlar, Yaponiya. Yaponiyani mana bunaqa 1995-yil bo'ladimi shunda Yaponiyada eng yuqori nuqtaga chiqqan. Mana shu narsani ayting. Demak, siz 1, 2, 3 ta formulani foydalanib, mana shu bitta Yaponiyani o'ziga 3 ta gap tushishingiz kerak. Men 5 sekundga jim turaman, sizlar videoni yozasizlar, to'xtatasizlar, yozib olasizlar keyin exercise'larni. Ketdi. Demak, bo'lgansizlar degan umiddaman. Boshladik. Demak, to hit yoki reach the highest point of, to hit, reach a peak, a high of yoki to peak at desanglar bo'ladi. Demak, the figure for Japan reached the highest point of $2.7 in 1995. Demak, hit yoki reach a peak, a high of. The figure for Japan hit a peak of 2.7 in 1995. Yoki the figure for Japan reached a high of 2.7 in 1995. Keyingisi, demak, the figure for Japan peaked at 2.7 in 1995. Demak, 3 xil versiya bizda berildi, ya'ni 3 xil versiyani hozir o'rgandinglar. Endi keyingisiga o'tamiz. Keyingisi bizda lowest point, eng pastki nuqtalarni aytish bo'lar ekan. Birinchi formulamiz bizda. Demak, gold sales hit a trough desangiz bo'ladi. A trough. Demak, subject, verb, number, time. Qarang, subject bizda gold sales. Demak, verb bizda hit a trough. Demak, number degani bizda mana bilan aytyapti, ya'ni eng pastki nuqtalar July bilan Septemberda bo'lgan. Trough over 100 million dirhams in July and September. Bular bizda time bo'ldi, bu bizda number bo'ldi, bu bo'lsa verb bo'ldi. Shu verblarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana bizda 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta nima bor ekan bizda? Verblar bor ekan. Xo'p. Bu bizda bitta turdagi formula, ya'ni subject verb qilib qilinayotgan formula. Endi bizda passivligi bor buni. Passivligi nima? A trough deganimizdan keyin in yozasiz, keyin subject bo'ladi, yozasiz. Undan keyin was observed deysizda, keyin time yozasiz. Tushunarli? Keyingisida with the figure yoki figures, ya'ni ko'plik birlikka qarab hitting deb yozasizda, keyin number yozasiz. Nima degani bu? A trough in gold sales was observed in July and September with figures slightly exceeding, ya'ni with figures exceeding o'rniga hitting with figures hitting deb qo'yishim kerak edi. Atak gap noto'g'ri emas. Buni yozayotganda o'zgartirishingiz bilan chiqib qolibdi. Hop, with figures hitting number deb yozishimiz kerak bo'lar ekan. Tushunarli emas? Slightly exceeding o'rniga with figures hitting deb yozsak to'g'ri bo'lib ketadi, xudo xolisa. Demak, bu bizni keyingi turdagi formulamiz passiv bo'lib ishlatilyapti. Xo'p, endi sizlarga exercise beraman. Demak, exercise'imiz bizda mana Fransiya 2003-yilda qani? Mana Fransiya 2003-yilda eng pastki nuqtaga tushibdi. O'sha pastki nuqtani nima qilishimiz kerak? Tasvirlashimiz kerak bo'lar ekan sizlar bilan. Xo'p, demak, shuni hozir 5 sekundga men to'xtataman videoni. Sizlar o'zingizlar tasvirlaysizlar. Undan keyin videoni davom ettirasizlar. Xo'pmi? Ketdik.
Xo'p, yozib bo'lgansizlar degan umiddaman. Iltimos yozgan bo'lishingiz kerak tepadagi so'zlardan foydalanib. Endi bizda mana javoblari bu. Shu javoblarni tekshiring iltimos. Xo'p. Endi qaranglar, bu bizning videomizni, ya'ni Vocabulary for Trend Graphs'ning ikkinchi qismini birinchi parti bo'ladi. Xo'p, demak, har doimgidek bizda Telegram kanalimiz Olimjon Shokirov. Demak, Olimjon Shokirov linkida bo'ladi. Olimjon Shokirov. Demak, Olimjon Shokirov kanal nomi Olimjon IELTS Mentor kanali. Xo'p, qo'shilinglar kanalga, ya'ni obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu kanalda mana shu videoning ikkinchi qismini ham xudo xolasa chiqaraman. Keyin sizlarga qaranglar, agar sizlarga xuddi shunaqa balkim bundan ham yaxshiroq kurslar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana o'zimga yozinglar. Demak, kanalda lichkam topsanglar bo'ladi. Onlayn darslarimga xudo xolasa do'st bo'lsanglar bo'ladi. Ya'ni oldin onlayn darslar o'tmasdim, yaqin-yaqindan xudo xolasa onlayn darslarga start berishni boshladim. Individualni har bitta o'quvchi bilan bittalab ishlaymiz. Undan tashqari, xohlovchilar bo'ladigan bo'lsa, shunaqa video darslar bor. Ya'ni xoslik ko'rsatgan Trend Graph'dagi o'rgatilayotgan narsalar bu nima desa bo'ladi, 100% dan 2-3% narsalarda hammasini ham nima deydi, chiqarishga imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Agar bu video darslarga sizga juda ham kerak bo'ladigan bo'lsa, menga yozib turib onlayn darslarga qo'shilsangiz bo'lar ekan. Hamma, ya'ni IELTS skilllar bo'yicha bor. Reading, listening, speaking, writing, hammasi bo'yicha o'sha darslar bor. Qo'shiling. Biz bilan o'sha tayyorlanib, xudo xolasa IELTS'ni yaxshi natijalarga olib chiqsangiz bo'ladi. Darslar yoqqan bo'lsa, Telegramda kommentariyasiga xudo xolasa nima deydi, darsda nima yoqdi sizlarga, nimalarni o'rgandinglar, o'sha narsalarni yozib qoldiring. Rahmat, hammaga omad. Imtihoninglarni yaxshi ballarga topshirib chiqish nasib